Bir xil qizlarda qizli parda bo'lmaydi degani rostmi yo Vot. Dunyoda 1-5% qizlarda realni qizlik parda bo'lmaydi. Ko'pchilik bo'lgan shunaqa holat, sudlashgan, ekspertizagacha borishgan, bemorlarim holatda bo'lgan. Haqiqatan ham ekspert, buni faqat ekspert aytadi. Buni ginekolog ko'rishi mumkin emas. Hech qanaqa boshqa mutaxassis, faqat ekspert ko'radi. Bu qizlar haqiqatan ham qizlik parda rivojlanmagan ekan degan xulosani berish mumkin. Bor unaqa holatlar 1-5%. Kelinim qiz chiqmadi, xotinim qiz chiqmadi deb dodvoy solishadi, lekin haqiqatli faktiski qiz bola o'ziga уверенный bo'ladi, ishonch bo'ladi qiz bolada. Menda hech qanaqa atnashina bo'lmagan, sizgacha men faqat sizga o'zim asrab kelganman, lekin bola ishonmaydi va uni ekspertiza qilsa qizlik parda tug'ma rivojlanmagan bo'lishi mumkin. Bu jiddiy sabablarga, jiddiy holatlarga olib kelmaydi, xudo xolasa. Agar ongli, o'qimishli, hamma tomonlama keng fikrlaydigan odam buni haqiqatan shunaqaligi bo'lsa, qizlik parda tug'ma rivojlanmagan bo'lsa, buni to'g'ri qabul qilish kerak. Alloh shunaqa yaratdi, bo'ldi.